Assalomu alaykum. Bu video Superliga 2-tur dastlabki o'yini bo'lmish Buxoro va Qizilqum uchrashuvining yakuniy tahliliga bo'ladi. Xo'p, Buxorodan boshlaymiz. Buxoro rasman mezbon bo'lib, lekin Toshkentda Jar stadionida qabul qildi Qizilqumni va 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Tezkor gol ushbu g'alabaga katta hissa qo'shdi. Endi taktik joylashuvni gapiraman. Undan oldin uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Qizilqum himoyachisi, sobiq O'zbekiston chempioni, amaldagi O'zbekiston chempioni, sobiq Nasaf a'zosi Dilshod Komilov bo'ldi. Bundan tashqari Qizilqumda Dilshod Komilovni yonida markaziy himoyada turgan yana bir markaziy himoyachi ham eng yaxshi o'yinchilardan biri bo'ldi. Qizilqumni markaziy himoyachi yaxshi harakat qildi. Hop, Buxorodan boshlaydigan bo'lsak, Varatar o'zidan o'ngroqqa ko'proq uzatmani amalga oshirdi bu o'yinda. Undan tashqari ikki markaziy himoyachi ham joylashuv o'zidan o'ngroqqa joylashdi. Bular 94 va 93 raqamdagi himoyachilar edi. Hozir ularning kimligini aytaman sizlarga. Ikic va Kalakovich. Birinchi turda mana shu Ikichga men to'xtalib o'tdim. Garchi markaziy himoyachi bo'lsa ham tayanch yarim himoyachisi sifatida harakat qilyapti deb, ikkinchi turga kelib Ikic o'zini markaziy himoyasiga qaytarildi. Siyqas bitgan uslub o'ng qanot va chap qanot himoyachilari yarim himoya markaziy chiziq bo'ylab turib olishadi, tepaga chiqib orqaga qaytib yurishadi. Bular 97-raqamdagi Jo'rabekov va 33-raqamdagi Tomashevich bo'lishdi. Tayanch yarim himoyadan to'pni olib chiqazuvchi bola bo'ldi 17-raqamdagi Roziyev. O'sha Roziyev gol muallifi bo'ldi, tezkor gol 9-daqiqada gol urdi. Hop, keyin tepada 3 ta futbolchi hujumni qo'llab-quvvatladi. Buxoro hujumkor o'ynadi. Qaranglar, mana shunaqa siqas chiqib ketgan taktika bo'lsa ham g'alabaga zamin yaratdi deylik. Buxoro himoyadan markazgacha kelib olishda o'ng qanot bilan o'ynadi. Markazdan esa chap qanotga ko'proq urg'uni berib yordi. Xususan nominal hujumchi sifatida qayd etilgan bo'lsa-da Shohruz Norxonov, u ham markazroqda, orqaroqda o'ynadi. Chap qanot hujumkor yarim himoyada qayd etilgan 27-raqamdagi Yo'ldoshev bo'lsa, hujumkorroq bo'lib, hujumga ko'proq qo'shildi. Ya'ni nominal hujumchi, bitta hujumchi Norxonov bo'lsa ham, bu aldamchi narsaga ishonib qolmanglar. Mana 27-raqamdagi Yo'ldoshev ham hujumlarga qo'shilib turdi. Bu hujumni ularning orqasidan turib 25-raqamdagi mana bu bola Serjak qo'llab-quvvatladi. U juda ham yaxshi o'ynadi. Sofaskorda 7.1 ballga loyiq ko'rildi. O'ngroq qanotdan to'pni o'sha chaproqqa yetkazib qo'llab turdi 8 va 88-raqamdagi Jo'rayev va Begichlar. Hop, o'z cho'masizlar. Endi Qizilqumga e'tibor beramiz. Qizilqum O'zbekistonga qarshi Eron bir kishi kam bo'lib qolgandan keyin qo'llagan taktikani butun o'yin davomida Buxoroga qo'llashga harakat qildi va eplay olmadi. Unga ko'ra maydon markaziga futbolchilarni chiqib joylashtirish taktikasi edi. Buni eplolmadi. Markaziy himoyachilarni ham oldinga chiqazdi, qanot himoyachilarini ham oldinga chiqazib o'ynadi, lekin bu tabiiyki g'alabaga olib kelmadi. Xo'p, asosan maydon markazidan hujumkor futbolni ko'rsatdi Qizilqum jamoasi. Maydon markazida zichlashib o'ynadi ko'pchilik bo'lib. Shu. Yana nima dey? Vaziyatlardan keladigan bo'lsak ham Buxoro g'alabaga haqliroq edi. Shu. Keyingi o'yin haqida alohida qilib joylashtiraman. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.